Assalomu alaykum, klub mayın obunachilari. Bugun mana hayit, hammalarni hayit ayyom bilan tabriklaymiz. Bir hayit kuni bir sizlar uchun video qilib qo'ydim. Video qilish boshladik mana. Ko'rgansizlar mana bizda tanoblar yana ham ko'payib, ko'chatlarga o'zi mana xudo xolasa mana dushanbadan ko'chatni o'zi o'tkazishni boshlaymiz. Aytganimdek, faqat birinchi, ikkinchi tanob xudo xolasa. Mana birinchi, mana ikkinchi sayyor bo'lyapti. Bu ham bu birinchi sayyor bo'lyapti. Yangi nimalar ham borda mana. Birinchi chiqib, mana o'sha bir ikkinchi o'sha tayyor bo'lyapti. Tomirlarni tomir chiqyapti mana. Ko'rinayotgan bo'lsa tomir. Bu ham xuddi shunaqa. Ba'da birinchi, ba'da ikkinchisi. Tomir. Xudo xolasa faqat shu bir ikkinchi haqiqatda gapga javob. Xudo xolasa faqat birinchi, ikkinchi tanoblar bilan ishlaymiz. Hozircha shunga olyapmiz, zalga olyapmiz. Paka hozir Albiondan bor, Muranamiz plani paka to'lib bo'lgan. Inshaalloh xudo xolasa yana Cabrilla bor, Malga degan sortdan bor. Albion bor, Cabrilla bor. Gulni qaranglar, e'tibor beringlar guliga. Mana shu tuvayda ham Albion, bu sort Albion. Shu tuvaydan qoldirib qo'yganmiz. Mana yerda mana Kargeski. Pishib yaqinlashib oldi. Mana Kargeskilar. Mana shu. Mana bu Albionda mana mevalari. Shu bag'ri to'g'ri. Ko'proq meva berganiga. Mana bu. Mana bularda BT degan sort. Mana bularda bu buratni polni qoldirib qo'ydik. Shu zakazimiz bordi. Shu 240 dona malgadan zakaz qilishgan. Mana bular qoldirib qo'ydik nimaga? Mevaga hammasini chiqayotgan mo'ylarni polni uzib zakaz faqat qoldirib e'tibor beringlar, gulga e'tibor beringlar. Qanaqa kattaligiga e'tibor beringlar. Faqat o'ta chiroyli. Aytib o'taman doim shu qancha gul yirik bo'lsa, hosildorligi ham shuncha yirik bo'ladi. Yirik katta. Bunga e'tibor beringlar, bu gulga e'tibor beringlar, qaranglar. Florida BT. Bular ham zakaz kuziga bo'ladi. Buni shu Florida BTning ko'chatlari kuziga qilib beramiz. Nariga mana malga. Bularni ham tanoblari o'sha qo'yib olganmiz. Mana bu Cabrilla. Xudo xolasa yaxshi chiqayotgan hamma gulini polni uzyapmiz. Bizga hozir ko'chatga zakazimiz tushgan uchun ko'chatga harakat qilyapmiz faqat. Bitta shu sortni qoldirib qo'ydik. Bularni BTni qoldirdik. Qolganini faqat mevaga qo'yib yubordik. Qolganlardan Malgadan ham, Muranadan ham, Cabrilladan ham bittadan qoldirib qo'yganmiz mevalardan. Inshaalloh mana sizlarga hozir Malgani ham ko'rsatamaslarga tanobni qaranglar qalinligini. Malganikida o'tda yuqori tanob yoqda ham bor. Shuning uchun hozir yana Muranani ham ko'rsatib o'taman. Mana bizda Murana sortimiz bu. Ikki paytda yana ikki qator, ikkovi ham Murana. Ularda ham o'tda yuqori ko'chat qaranglar. Qallashi o't ko'chat deydi mana. Yoqda ham ko'chat sirot. Xudo xolasa mana bizda hayot o'tganimizdek mana ko'chatlarga harakat qilish. Birinchi, ikkinchi. Bu yerda ham o'tdi. Bu yerda ham mana mevasini ko'rsataman. Mana Muranani mevasi mana. Buni ham shu bitta tuvayda qoldirganmiz. Bundan ham bitta nimasi bor. Bu yerda mana gulni ko'ringlar, Muranani gulni ko'ringlar. Ayshim like bosib qo'yinglar, like kerak bunga gullarga qaranglar. Bu gullarga like kerak, like. Xudo xolasa yaxshi, ko'ngildagidek, o'tda mana mo'ylovlar nihoyatda ko'p. E'tibor beringlar. Nihoyatda ko'p mo'ylovlar. Albatta aytib o'tganimdek, kimga Muranamiz paket emas to'lib bo'lgan ro'yxatimiz Albion, Cabrilla, Malga degan sortlarga zakaz olamiz, zakaz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringizni ishlarga omad, hayot yaxshi o'tkazib olinglar.
Albatta videoni ko'rishdan oldin like bosib, podpiskani bosib, yaxshi izoh qoldirib qo'yinglar kommentariyada. Hammalarni tabriklayman bayram arafasi bilan.